Assalomu alaykum. Universal obzor kanalining ashaddiy muxlislari, navbatdagi so'rimizda Nazarbek harakatga kelib o'rnatganmiz. Bu so'rimizda razmerlari mana bunaqasi 3 metr, bunaqasi 2,5 metrda yasalgan. Bu so'rimizga ishlatilgan materiallar, stoykalar 10 profildan foydalanilgan. Ustlariga o'sha bezaklarni berib, stoykalarga bezaklar berilgan. Mana bu suyanadigan joylari 6 ga 4, 1,5 stenka bo'ladi. Ichlari 4 ga 4. Mana bu joylariga lazerdan foydalanib, lazerni yo'llargacha polnish pogilovka qilib berganmiz. So'rimizni pol taxtalari 3 lik qalinlikda bo'ladi. Narxi 7 million so'm. Vodiy va Toshkent bo'ylab dastavkamiz bor. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holatda qilib beramiz. Ya'ni 200 mingdan 500 ming so'mgacha yo'l kira qo'shilib qolishi mumkin. Bu so'rimiz o'sha yuradigan qilib yasab berilgan, o'sha 7 million ichida bu ham. O'sha yurishi ham, baloni ham, ya'ni bu so'rimiz sizga yoqqan bo'lsa, bittadan like tugmasini bosib qo'yasiz. Hammaga rahmat.